siyosiy partiyalarni faoliyatida qo'llash masalasida o'quv mashg'uloti tashkil etganmiz. Bugun dunyoda axborot va texnologiyalari juda tez sur'atda rivojlangan. Bugungi kunda sun'iy intellekt bu hayotimizda bir ajralmas qismiga aylandi. Sun'iy intellektni qo'llashda kengroq targ'ib qilmoqchimiz. Kunlik davomida ishlatilganlarimiz bu ChatGPT, DeepSeek yoki biror AI universitetlarimiz bor. Shuda 10-15 yilda ishlab chiqargan narsalarni hozirgi yosh kadrlar уже 1 yil, 2 yil davomida birpasda o'zlashtirib olishyapti. Hammamiz bilamiz, bir narsani oldin ishlatishimizdan oldin u o'zi qanaqa ishlash kerakligini tushunishimiz kerak bo'ladi. ChatGPTning orqasida modelida token degan narsa bor. Ya'ni har bitta tilni tokenlarga bo'lib tashlaydi. Ishlamani bilmaydi-ku, buni tanlab bergan. Bu noto'g'ri tanlamani qilish. Yo'q, maqsad u vazifani berayotgan paytda faqat uni berishi mumkin bo'lgan narsa eksport va investitsiya yo'nalishi bo'yicha tadbirkorlarning muammosini topib ber degan narsani berishi mumkin. Degan maqsadda emas, bu yerda biz ishimiz yengil, ishni yengillashtirish uchun, to'g'rimi? shunaqa savollar kelib tushadi o'zi ko'pincha. Yo'q, savol o'zida bitta hajm ekanligini bildirish kerak edi. Chunki o'sha obod degan narsa bor-ku, shu mana shu intellektual obod. Savol javob ketyapti chat bilan. Bu narsa oshib ketgandan keyin oxiriga borganda savollar, javoblar qisqa berish boshlaydi. Even o'sha yo'nalishi bo'yicha ishlatayotganinglarni aytsanglar, biz o'sha narsani sun'iy intellektga bog'lab turib qanaqa ishlatish kerakligini ko'rsatib beradi.